Hürmetlik vatandaş, bugünkü şeyimizi başlayımız, liksiyede size kalıyoruz. Washington'da sözleyimiz vatandaş, bugünkü islağa 2025 yıl 10. ayının 3. günü. Heptiye Cuma vatandaş yapmıyor. Heptiye Cuma vatandaş. Bugün sizlerle sözleyeceğiz liksiyelerimiz, lisapta avval kısa haberle. Ondan iken 19. ayının 26. günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washington'da ziyarette buldu. Bakatım Amerika Birleşik Ştatları'nın Prezidenti Donald Trump Prezident Erdoğan'ı Aksaray'da kütüp aldı. 26. günü. Gerçi bir hepti vakit ötken bolsunmu, ben bu haber yetip gelgende başka bir joyda idim. Keyin eşip Amerika avazını qarasam mavzu qo'yilibdi. Mavzudan keyin xabar yo'q. Yoki mavzuni mazmuni yo'q radioda da Amerika ovozi radiosida. 2 kunda shundoq vaqt o'tdi. Bundan keyin men kelib bu xabarni topdim. Bugun vatandoshlarga shuni so'zlaymiz. Ondan keyin avval qisqa xabarlarni vatandaşlarına ixtiyara topshirilaydi. Qisqa xabarlar bundaq vatandaş. Avrupa İttifaqı Tayvanni urushga qatnashishga taklif qildi. Bu urush qaysi urush, balki Ukraina Rossiya o'rtasidagi urushmi va yakani nima? Lekin bunda hech qanday gap yo'q. Urushga deganda shu hisobda Ukraina urushiga degan bo'lishi kerak. Amerika, Angliya harbiy parxodlari Tayvan bo'g'izida Jungo Kompartiya harbiy parxodlari bilan tirkashdi. Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping ko'rishadigan ish balki besish hosil qilishi mumkin. Asli mavzu vatandaş. Rais Xi Jinpingning hayvisi tushirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trumpning kattalashtirishi. Moliya ministri Beysent Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasidan aziz yerdan qo'l soldi. Tayvan davlat armiyasi yuqori qatlamadagilar Yevropada paydo bo'ldi. Umid sadosi 10. ayning 3. kuni yetdi. Endi miyada Tayvan urush qatnashiga ehtimol Rossiyaga qarshi Ukraina urushiga qatnashdi. Ukraina tarafda turib, oxiri kelganda shuning uchun hozir umid sadosidan xabar qaraganda Tayvan davlat armiyasining yuqori darajadagi harbiy amaldorlari Yevropada paydo bo'ldi. Arliqda Jungo askar chiqardi Ukrainaga, Rossiyaga yordam berdi degan gaplar o'tirg'i chiqqanida hozir to'xtab qoldi o gaplar. Biroq endi Tayvan to'g'risida bu rasmiy umid sadosining video film ishlash, hujjatli film ishlash kanaliga chiqibdi vatandosh. Ekranda shuning munosabatli ekranda chiqqan masala porchoqlar masalasi emas. Amerika Jungo suhbatida zo'r ilgirlash bo'ldi. Tushundingizmi? Amerika Jungo o'rtasidagi masala Amerikaning porchoq sotmoqchi bo'lganligi va yoki Jungoning porchoq setib elishni xohlamaganligi masalasi emas. Bu yerda deydi hozir Amerika Jungo suhbatida zo'r ilgirlash yuz berdi. Asli mavzu. Prezident Donald Trump Jungo'nun Rais Xi Jinping bilan Koreyada ko'rishdi. Hammani oshkor o'ttirib qo'ydi. Yangi tangliqlar televiziyasi 10. ayning 2. kuni. Oldin kuniki leksiyalarimiz nima dedik? Rais Xi Jinping Koreyaga Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida qatnashmaydigan bo'ldi. Avval Prezident Donald Trump shunday dedi, Jungo Amerika o'rtasidagi kelishimga imzo qo'yish bu shart. Şu vaqtda biz Koreyada ko'rishimiz. Agar Jungo Amerika o'rtasidagi kelishimga imzo qo'ymaydigan bo'lsa, biz Rais Xi Jinping bilan ko'rishmaymiz. Shuni shart qo'ygan. Keyin Jungo Kompartiyasining katta boshi Rais Xi Jinping
Koreyaga kelip Prezident Donald Trump bilan ko'rishishni yenib oldi. Endi bugun nima deydi? Ko'rishmoqchi bo'ldi. Koreyada ko'rishidi. Hammani oshkora o'tirib qo'ydi. Ya'ni Amerika tarafdan oshkora qo'ydigan masala nima? Jungo tarafdan oshkora o'tirib qo'ydigan masala nima? Hammani oshkora o'tirib qo'ydi. Ko'rishadigan bo'ldi. Bu zo'r o'zgarish vatandosh. Buni agar shunday bo'ldigan bo'lsa, Amerika jungo munosabati o'rtasida munosabatga inchun zo'r o'zgarish. Bu yerda hozir biz sizlarga aytdik 4-umumiy yig'in 10-oyning 20-kuni 23-kunigacha echiladi dedik. Hozir bu Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini 11-oyda echiladi. Hozir 4-umumiy yig'inda Xi Jinping tushib ketamdi, taxtdan tushamdi degan gaplar murakkab ovoz sado bilan kelyotdi. Ondaqda 11-oyda ko'rishadigan ish qanday bo'lishi mumkin? Xi Jinping uchun aytganda yana bir xabar, jiddiy xabar. Amerika askar chiqarib Tayvanni qo'g'daydiganligi to'g'risida aniq ifoda bildirdi. Bir ayda 50.000 kişilik harbiy qo'shin safarbar qilindi. Eng yangi xabar. Prezident Vladimir Putin helalam mundaq va'da berdi, yani ifoda bildirdi. Rossiya Amerika munosabatini umumyuzlik asliga keltirmoqchi bo'ldi. 8-15 kuni Alyaska suhbati, undan keyin Ukraina Rossiya tinchlik suhbati, haydakchilik qilish yoki kelishtirish shaklida Amerika Qo'shma Shtatlarining muomalasi. Prezident Vladimir Putin bir kuni undaq so'zlab, bir kuni bundaq yenib olib, hozirgi mishiga keldi vatandosh. Endilikda hozir nima deydi? Rossiya tarafdan yetib kelgan musha xabarda Amerika-Rossiya munosabatini umumyuzlik asliga keltirishga qo'shilamiz yoki keltirmoqchi bo'ldi Rossiya deydi. Rossiya Jungo Kompartiyasiga qattiq muomala qildi. Ash mavzuning oxirdagi mavzu. Lavriness 10-oyning 3-kuni edi. Rossiya Jungo Kompartiyasiga qattiq muomala qildi. Tayvanga yordam berishni NATO muomalasi darajasiga ko'tarish. Yani bir xabar vatandosh. Tayvanga qanday muomala qilish, NATO a'zo davlatlarga qanday muomala qilish bilan munosabatli. Ya shuning o'xshash. Shu darajadagi muomala, shu darajaga ko'tariladigan muomala. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi uning joyida qattiq qonun loyiha ma'qullaydi. Tayvanga munosabatli. Tayvan Markaziy agentligi 10-oyning 3-kuni yotib vatandosh. Yani bir xabar, Amerika Deniz Armiyasi orqasa zapas qismlari umumyuzlik safarbarlik keltirildi. Tayvan bo'g'oziga taqobil turdi, yoki Tayvan bo'g'ozidagi vaziyatga taqobil turdi. 7 davlat guruhi, g'arbga taraqqiy topgan 7 sanoat davlat guruhi Jungo Hindistonni 2-darajalik embargo qilishni darhol o'ttirg'i chiqardi. O'tgan shunaq deyilgan edi, masalan Prezident Donald Trump talab qildi, 7 davlat guruhi Hindiston va Jungoni Rossiyadan hamnepet setib olganligi tufayli 2-darajalik embargo qilishga kerishishi kerakligini o'ttirib qo'ygan edi. Endi bugun shuning javob bo'lishi kerak. Hozir 7 davlat guruhi Hindistonni ham, Jungoni ham shu sababdan embargo qildigan bo'ldi. Bu darhol o'ttirg'i chiqdi deydi vatandosh. 10-oyning 3-kuni osmon, yiroq, yer qattiq torbiti. Shundaqdi. Yana bir xabar. Janubiy guruhi harbiy qismlari ishni avval 4-umumiy yig'inni qurishavga oldi. Ishdan avval 4-umumiy yig'inni qurishavga oldi. Yani hozir 4-umumiy yig'in tax echilmadi. 4-umumiy yig'inni echish to'g'risidagi kayfiyatni Janubiy uni harbiy qismlari qurishavga oldi. Yoki kayfiyat ishida Janubiy harbiy kuch ishlatishdan iborat sababiy gavdalik o'ttirg'i chiqdi demoqchi vatandosh.
Şundaki yığında Qorşav kaldı. Bu Qorşav eliş Guyaki deyler. Tang Taizong ya Tang Xuanzong. Tang Xuanzong devredeki Elvuşen Lişim'in armiyası Tang Xuanzong'u Qorşav'a algandak. Tanqat Soşağı onun yayının 3. günü yutup vatandaş. Yani bir haber. Vladimir Putin hakiki bir halda tügeçti. Bu tügeçti. Ertegendi yetip gelgen haber. Partlaş karakterli haberdi. Dünya nazar, Rongyan'ın nazarı. Onun yayının 3. günü yutup. Yani şu Rongyan efendi 6 minut ilgirimiş haberini tizimlaş, yaki haberini teyyarlaş. Ceriyanı ki ötken 6 minut içinde yani şu Rongyan efendi munda haber kıldı. Yıl ahirada Prezident Vladimir Putin çokam gümran buludur. Rongyan'a nazari onun yayının 3. günü yutup 6 minut ilgiri dedik. Endi yani bir haber. Xi Jinping çekinemdi. Veya ki perde arkasında hakimiyet yürgüzemdi. Hukuk tapşırışqa teyyarda qilish. Yani 4. umum yığında çekiniş, perde arkasında hakimiyet yürgüzüş yoki hukuk tapşırışqa teyyarda qilish. Köpçükket Lavan kelavatıdır. Torbiti onun yayının 3. günü yutup vatandaş. Ahire yetip geldi. Gördünüz mü? Yalqıntağı partlıdı. Hemmedi güdek, hemmedin tez bulup geldi. Korkunuşluk. İkranğı mundaq ezildi. Ketimiz, ketsek billi ketimiz. İkranda süret Prezident Vladimir Putin, Cumhur'un reisi Xi Jinping. Demek ekranda Xi Jinping ile Vladimir Putin sürat bu. Süratli haber yazılan bir cümle söz ketimiz. Gelsek billi ketimiz. Yaki işkimiz ketimiz. Rusya'dan Vladimir Putin, Cumhur'dan Xi Jinping ketimiz. Kessek işkimiz billi ketimiz. Bu hazırkımış yılın ahırgıça diyen hesapta bu haber hemiden katta haber oldu vatandaş. Belki reallik hazır aldığımızı yetip gelmegen başımı biz bu haberden ümit var bulalayımız vatandaşı. Hazırki vaziyetin üz yukarısınız. Endilikte deyimiz Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Aqsarayda Türkiye Cumhuriyet rahbari bilan ko'rishdi. Mavzuli haber 9. ayının 26. günü Amerika ovozining ta'til programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Aqsarayda Türkiye Cumhuriyeti prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan ko'rishdi ve suhbatlashdi. Prezident Donald Trump suhbat boshlanishdan burun mening Prezident Erdoğan bilan munosabatim odatdan tashqari munosabat dedi ve medya dedi. Aqsaray ishxona yumaloq ustal. Prezident Donald Trump Prezident Erdoğan'ın yanında o'ltirib muxbirlarga mundaq dedi. Rossiya Ukrainani davomli parakanda qilayotgan bir paytda men Prezident Erdoğan'ın Rossiyadan hamnipet setib elishni to'xtatishini umid qilaman. Prezident Donald Trump so'zini to'liqlab turib mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning Ukrainaga davomli hujum qilishi unumga erisha olmadi. O'tgan bir necha hafta ichida Rossiya Ukrainani qalaymagan bombardimon qildi. Har qanday bir yerni egallab ololmadi. O'ylab ko'raylik. Rossiya har qanday bir joyni Ukrainaning har qanday bir qismini yoki har qanday bir joyini egallab ololmadi. Bombardimon qildi, egallab ololmadi.
Prezident Erdoğan Washington'ni ziyorat qilish maqsadlarining biri Amerikaning Anqaraga F-35 harbiy aeroplan setib berishni cheklash buyrug'ini amaldan qoldirishni talab qilish edi. Prezident Erdoğan muxbirlarga mundaq dedi: "Men Prezident Donald Trumpning ikki taraf munosabatini yangi bir yuksaklikka ko'tarishiga ishonaman." Prezident Donald Trump birinchi qatim vazifa o'taganda Turkiyaga embargo yurgizib, Anqaraning Amerikadan F-35 kurashchi aeroplan setib olishini cheklagan. Shu vaqtki sabab nima desangiz, vatandosh, shu vaqtda Turkiya Rossiyadan bir nima 400 belgilik markalik bir raketa setib olib, shu sodni qilishgan edi. Shuni keyinlar ayni vaqtda birinchi mezgil Oqsaroyga kirib vazifa o'tagan Prezident Donald Trump shu vaqtda Turkiyaga shu sababli embargo yurgizgan edi. Masalan, F-35 aeroplanni setib berishnimi to'xtatgan edi. Prezident Donald Trump bunda ko'rsatdi: "Agar mening Prezident Erdo'g'an bilan olib borgan suhbatim o'ng'ishli bo'ldi deb qarasam, men darhol Turkiyaga qaratgan embargoni amaldan qoldirman. Biz F-35 masalasini muhokama qilamiz. Men mundaq hisoblayman. U setib olishni niyat qilgan yoki umid qilgan narsa, har jihatda qalbiga tushadi. Nimani Amerikadan setib olmoqchi bo'lsa, Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an Amerikadan shuni setib ola oladi. O buningda g'alabaga erishadi. Masalan, buni Prezident Donald Trump da'vatidir. O setib olaman, Amerikadan olaman degan har narsa setib ola oladi. Hammasi erisha oladi. Bu jumla ba'zi ig'ir jumla vatandoshlar. Prezident Donald Trump yana bunday ko'rsatdi: Prezident Erdo'g'anga bir narsa kerak. Bizga ham shundoq bir narsalar kerak. Bu yerda moddiy narsani ko'zda tutyapti, diplomatik munosabatlarni ko'zda tutyapti, bir-biriga ishonch tiklashni va yoki xalqaro siyosatda birdek bo'lishni ko'zda tutyapti. Shundan qat'iy nazar vatandosh Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi: Prezident Erdo'g'anga bir narsalar kerak. Bizga ham shunday bir narsalar kerak. Biz xulosasiga kelamiz. Bugun oxirlashdan burun kishilar ba'zi ishlardan xabar topadi. Hozir bu xabar topgan ishlar taqakamida Xitoycha radioda berilmadi, boshqa taraflarda berildimi xabarim yo'q. Mening vatandoshim. G'azza to'qinishi masalasida Prezident Trump bunday ko'rsatdi: Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'ini mezgilida Prezident Erdo'g'an va boshqa musulmon davlat boshliqlari bilan umumyuzlik suhbat olib berib, natijaga erishdik. Ko'rishishdan keyin biz ma'lum kelishim imzolashga yaqinlab keldik. Prezident Trump bunday ko'rsatdi: Isroiliya bilan ko'rishishimiz kerak. Ular bizning xiyollarimizni va o'ylaganlarimizni yaxshi biladi. Ya'ni Isroiliya G'azzaga munosabatlik bizning yoki Amerikaning, Turkiyaning o'ylaganlarini yaxshi biladi. Prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari Suriya to'g'risida to'xtalganda bunday ko'rsatdi: embargo bekor qildi. Ular nafas oldi. Ya'ni Suriya nafas oldi. Bu embargo yomon, qattiq embargo edi. Lekin bugun biz e'lon qiladigan muhim bir ish bor deb qarayman. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi: Erdo'g'an bizning uzundan beri do'stimiz. Bizning Turkiya bilan atrofli savdo munosabatimiz bor. Bu munosabatni yana davomlashtiramiz.
Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bu yilning 5-idaroq Suriya prezidenti Ahmad Sara bilan Arabistonning Riyod shahrida ko'rishgan edi. Bugungi xabarimiz endi bir şey keleli. Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerika'nı ziyaret kıldı. Mesela F-35 aeroplan embargosunu bekar kılış doğrusu da Prezident Donald Trump bilen görüştü. Endi bunu imzalagan kelişimle, o kelişimlerin mehbi tarafı var iken şunu aşkar tarafı müştahırdamış soğudu ticaretke münasebetlik olsa gerek. Endi Erdoğan bilen Prezident Donald Trump'ın Aksaray'da görüşkenligi başta özleri çıkandık. Endi bundan keyin Amerika Türkiye münasebetini yeni bir yüksekliğe götürüşüge, Prezident Donald Trump'ın yeni bir yükseklik götürüşüge işenemen ve şundak bilişi ümit kılımen depti Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz ama şunçilik endi bunun içinde tefsili haberlerin dercisi mesela kısa haberlerin ciddilik dercisi bunun içinde qaysi bir qatam yeni bilip yana qayta gipini isi gelip kayniga kelip yeni bilip Kore'de görüşmeymen endi yana Kore'de Prezident Donald Trump bilan görüşmen Donald Trump bilan Prezident Donald Trump bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Reis Xi Jinping bu qatam Kore'de görüşgende o'ttirdagi masalalarni to'liq aytib o'tdi. Bu gap to'liq o'ttirg'i chiqdi. Hozirgi gavlik oldi emas, gavlik bo'lmasmi ekan. Hali 6 oy, 4 oy ichida 4 qatim bir davlat bilan suhbat qurish degan gapni sizlarga ta'kidladi vatandosh. Haqiqatda oddiy ish emas o ishlar. Bugungi vaziyatimiz bu.